onalarimiz bor. Ular issiq deb ko'pchiliklari xavfsirashyapti. Shunga mana sizlar hozir keldilaring, ko'rib turibsizlar. Hozirgi shu holatda mana 2026-yil 7-iyul kelgan hoji akalarimiz. Sizlarga qanday ob-havolar? Ob-havolar yaxshi, issiq emas. Yaxshi amallar bajarib yuribmiz. Hozir rosa keladi vaqt ekan. Odamlar kam, bemalol aynalib ham yo'qda nima qilib yurishlarish mumkin. Gaznitsa issiqmi? Mehmonxona qanaqa? Gaznisalar issiqmas, mehmonxonalar ham yaxshi. Oziq-ovqatlar zo'r. Masjid ichi-chi? Masjid ichlari ham salqin, juda bob hozir. Avtobuslar hammasi yaxshi, xudo xolasa. Hech o'ylanmay keladigan. O'ylanmay kelaveringlar, qo'rqmay. Ja issiqmas bu. Odamlar qo'rqyapti edi issiq deb. Hozir sharoit juda zo'r. Kelinglar, kutamiz, xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Ibodatlarni mukammal ado qilib, elimizni, yurtimizni haqqiga duolarda bardavom bo'linglar. Rahmat.